Ayollarda juda ko'p uchraydigan holatlardan biri shuki, ular ko'krak ultratovush tekshiruvi yoki mammografiya tekshiruvidan o'tishadi. Tekshiruvda ko'krakda qandaydir tugun aniqlansa, darhol xavotirga tushib, bu saraton emasmi deb o'ylashadi. Ammo shuni tushunishimiz kerakki, ko'krakdagi har bir tugun ham saraton degani emas. Agar 100 ta ko'krak tugunini tekshiradigan bo'lsak, ularning faqat 1-2% saraton bo'lib chiqishi mumkin. Ko'krakda paydo bo'ladigan tugunlarning turlari juda ko'p. Ularning orasida eng ko'p uchraydigani, ayniqsa 50 yoshdan kichik ayollarda fibroadenoma deb ataladi. Fibroadenoma bu ko'krakda paydo bo'ladigan saraton bo'lmagan, yaxshi sifatli tugun. Uning hajmi turlicha bo'lishi mumkin. 2 cm dan kichik ham, ba'zan 8 dan 10 cm gacha katta ham bo'lishi mumkin. Ko'pchilik fibroadenomalar uchun hech qanday davolash talab qilinmaydi. Ularni faqat kuzatib borish yetarli. Operatsiya faqat tugun juda katta bo'lsa, qandaydir alomatlar yoki noqulaylik tug'dirsa yoki muntazam kuzatuv davomida uning hajmi kattalashib borayotgani aniqlansa, amalga oshiriladi. Shuning uchun aziz ayollar, mammografiya yoki ultratovush tekshiruvida ko'kragingizda tugun aniqlansa, uni darhol saraton deb o'ylamang. Tekshiruv xulosasini diqqat bilan ko'rib chiqish kerak. Agar xulosangizda tugun Bayrats 1 yoki Bayrats 2 deb baholangan bo'lsa, bunday tugunlar asosan xavfli emas va saraton hisoblanmaydi. Agar Bayrats 3 deb ko'rsatilgan bo'lsa, saraton ehtimoli biroz yuqoriroq bo'lishi mumkin. Shifokorga murojaat qilganingizda saratonni istisno qilish uchun tugundan namuna olish, ya'ni biopsiya tavsiya qilinishi mumkin. Ammo tugun Bayrats 4 yoki Bayrats 5 deb baholangan bo'lsa, bunday tugunlarda saraton aniqlanish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun tekshiruv xulosangizni diqqat bilan ko'ring va albatta shifokoringiz bilan muhokama qiling. Agar tuguningiz Bayrats 3 dan yuqori toifaga kirsa, bunga jiddiy e'tibor berish va qo'shimcha tekshiruvlardan o'tish kerak. Ammo tugun katta bo'lsa ham, Bayrats 1 yoki Bayrats 2 deb baholangan bo'lsa, darhol xavotirga tushmang. Bu shunchaki fibroadenoma bo'lishi mumkin va zarur holatlarda jarrohlik yo'li bilan davolash mumkin. Men aytmoqchi bo'lgan eng muhim fikr shu: ko'krakdagi har bir tugun ham saraton emas. Eng muhimi, qaysi tugun xavfsiz va qaysi tugun saraton xavfi tufayli qo'shimcha tekshiruv talab qilishni to'g'ri aniqlashdir. Rahmat.